Assalomu alaykum azizlar. Yaqinda men magazindan, plyaj magazindan насущный spitsa ko'rib qoldi va shuni sotib oldim. Endi noski to'qiydigan spitsalar asosan an'anaviy bunaqa ko'rinishda bo'ladi. 5 tadan iborat, har xil razmerlarda bo'ladi. Endi men buni qiziqib ishlatishga qiziqdim birinchidan, ikkinchidan 3 tadan ekan. Bizda oddiy mana насущный spitsalar 5 tadan iborat bo'ladi. Qanaqa to'qilar ekan deb qiziqib oldim, ishlatib ko'rdim mana. 2 mm va ham 3,5 mm sotib oldim. Endi bu spitsani olib kelgandan keyin birinchi to'qigan izdiya mahsuloti mana bu shapchkani to'qidim. Ya'ni bu shapkani mana paypoq to'qiganda paypoq atrofiga mana bunaqasiga kupa krugovoy to'qiladi. Bu ham xuddi shunaqa men tepadan boshlanib mana shu tarzda to'qiladi. Endi bu spitsani afzalligi to'g'ri men endi kamchiligi ham bor etasam, kamchiligini mana shu yerda 3 ta emas 4 ta bo'lgani yaxshi afzalroq edi deb o'ylayman. Chunki mana 2 ta 3 tasida to'qib tursangiz, mana u spitsalar mana petlalar soni ko'payib boshida, mana faqat petlalar kamroq paytda yaxshi to'qiladi-da. Keyin petlalar soni ko'paygandan keyin, chunki bu bunaqasiga to'qiladi krugovoy, hech qanaqa choksiz to'qiladigan shapka. O'shaning uchun 3 tada ko'proq bo'lgani menimcha, yana bu mening fikrim yaxshi edi. Bu chiqib ketmaydi. Mana buni o'qiganingizda bu spitsalarda chiqib ketadi. Hamma mana o'tkir uchlari har doim qo'lingizga mana bunaqa kirib, nima deydi, неприятное ощущение bo'ladi. Endi bu spitsalar faqatgina ko'rsatib qolmasdan sizlarga qanaqa ishlatishni yangi unaqa sotib oldim, priyara ip. O'sha ipdan to'qib ko'rmoqchiman shapka. Endi bu navaramga to'qidim buni. Endi o'ylashinglar mumkin, bu xolamiz nimaga endi oldimiz yoz bo'lsa-yu faqat qishki narsalar to'qiyaptilar deb. Chunki meni qizim yashaydigan, nevaralarim yashaydigan davlatda endi qahraton qish qilichini qayrab kelyapti. O'shaning uchun ularga mana shu qishga kiyadigan shapkalarini tayyorlab, xudo xolasa jo'natib yuboraman. Endi men olgan ipim mana yarim artibda Turkiya mahsuloti, Madina Turkiya degan Yarnart Flowers Merino degan tarkibi 1,5 kilo 4,5 mm spitsa degan, krючок 5 mm degan, 30 gradusda yuvish kerak ekan, dazmollash mumkin, qo'lda ham yuvish mumkin. Tarkibi, ip tarkibi mana 25% vul, sherst, 75% akril ekan. Lekin yumshoqqina. Metrajni men ko'pincha ip olsam metriga qarayman, 590 metr. Bu juda ko'p narsa to'qsa bo'ladi. Masalan, asosan men to'qlarda 200 maksimum 200 metr bo'ladi. Lekin ingichroq iplarda mana bu ip bo'lgi 400 metr edi, hozir esimda 400 metr edi bitta to'qlar. Metr ko'p, qancha ko'p bo'lsa shuncha ko'p narsa chiqadi. To'qsa bo'ladi. Endi mana bu ipni naqas star deb ko'rsatib qo'yibdi, qattiq ip tortib olish. Chunki bu yerda 3 xil rang oq, keyin bu gradiyentli bo'lib ketgan, bu yoq mana ochiq to'q seriyaga o'tib ketgan. Mana o'zim uchun nima deydi, yengillik bu ip, o'shaning uchun to'qib ko'rishga qaror qildim. Shu насущный spitsalar yordamida hozir o'sha shapkani boshlanishini ko'rsatib, to'qishni boshlashni ko'rsatib beraman. Easy deb osongina tortib olasizlar. Mana tushunishimcha bu ipni mana bu start degan joyi, mana start easy degan mana shu yerdan boshlab to'qishimiz kerak. Endi har doim boshlaganda iloji bo'lsa kichkinaroq spitsada boshlagan ma'qulroq. Endi bu shapkani to'qish uchun tepada mana makushka deymiz, tepadan boshlaganimiz uchun mana shu yerda men 8 ta petla olaman. Har gal o'sha 8 ta petla ikkinchi qatorda 2 ta qo'shib ketaveradi. 16 bo'ladi ikkinchi qatorda va birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qatorda yana 2 ko'paytirsak 32 bo'ladimi? Va hokazo. Mana shunaqa ketaveradi. Shapkani men bu razmerini, bosh aylanasini
bilib olsak, asosan 56. Chunki qishda shapkani nima deydi, kattaroq bo'lgan yaxshi. Menimcha. Bismillahdan boshlaymiz. Menga asosan 8 ta petla kerak. Bu yerda shu kronchni ham hisoblanadi. 3 4 5 6 7 8. Endi qanaqa ko'paytiraman? Ko'paytirganda mana birinchi petlani olishim bilan mana oddiy babushkina petla qilib o'qiymiz hamda bittasini shu petlani yechib olmasdan oldi tarafidan mana nakit bilan ko'paytiramiz. Nakit bilan ko'paytirsa birinchi qiyroq hozir. Nakit bilan ko'paytirsa teshik bo'lib qoladi. Darja mana o'zingizga nasib edingizku, o'shanda ham nakit bilan ko'paytirganingiz bilinib qoladi. Bu usul yaxshiroq. Lekin boshida ancha birinchi qator qiyinroq bo'ladi. Mana bir petladan ikkita petlani tayyor yasadim. Yana shu orqa stenkasidan chiqarib olamiz. Oldi tarafdan shuni spitsadan yechib olmasdan yana bu tarafidan mana ikkita petlamiz 4 ta bo'ldi. Mana ikkinchi qator teskari qilib to'qiyman. Ya'ni iznanishli bilan platoshni qilib to'qisa ham bo'ladi. U tarafiga ham, bu tarafiga ham 10 petla qilib. Men negadir 10 petla bilan boshladim. Santimetrli 2 millimetrli spitsa. Endi kattarog'iga o'tamiz. Almashtiraman kattarog'iga. Yana faqat o'ng qatorda, ya'ni tog' qatorda petlalarni ko'paytiramiz. Mana yana shu bitta petladan ikkita petla hosil qilamiz. Yana orqa stenkadan kirib, devoridan kirib, bitta petla, oldi devoridan o'tib bitta, mana bittadan ikkita petla hosil bo'ldi. Hozir 8 tadan 16 ta bo'ldi. Endi keyingi qatorga toki o'zimiz mana bosh razmeriga yetib kelguncha, o'sha bakushkamizning bosh tepa qismini razmeriga yetguncha ko'paytiramiz. İp qalingina tez to'qiladi, qalin ip bo'lsa. Ana birinchi to'qigan shapkam bu ipi juda ingichka edi. Ancha payt to'qildi. Nimaga 2 qavat qilib to'qigim kelmadi. O'zi shunda uzorlari chiroyli ekan. Ipni bunaqasi nima deydi, bunaqa
melanjoviy deydimi? Melanji chiroyli ekan. Rang-barang. Bu shapkalarni o'g'il bola ham, qiz bola ham kiysa bo'ladi. O'g'il bola uchun, yo'q qiz bola uchun emas. Universalniy shapkalar. Endi peshona qismini yopamiz, petlarni. Yigirma oltita petlini yopdim. Hammasi bu 140 ta petli.
shapkaga quloqchin yasash uchun mana birinchi quloqchini уже bitdi. Hammasi bo'lib mana shu 84 petli bo'lgan bo'lsa 42 petlidan ajratib olib mana bu orqasiga zatvurочный частimiz 6 petlida 12 ta petli yopildi. Endi quloqchini qanaqa qisqartiramiz? Ya'ni mana bunaqa formada bo'lishi uchun bor petlardan teng bo'lib, masalan 10, 17, 17 yo 18, 19 bo'lsa, mana hozir menda 18 petli. Mana bu 18-petli. Mana bu 19-petli. Endi 19-petli menda iznanishni. O'shaning uchun men hozir mana bu 18-petlimizni emas, mana bu petlini olaman. Uchta petlani qisqartirish kerak. Uning uchun mana birinchi petlamizni bilan ikkinchi petlamizni o'rnini almashtiramiz. Olamiz. Orqadagi petlani olamiz. Mana birinchi orqadagi petlani kiritamiz. Keyin mana bu ikkinchi petlamizni olganimizda unda o'giramiz. Ya'ni yuzini bizga qaratib olamiz. Litsosini. Mana endi mana shu ikkita petla, mana bu uchinchi petlani qo'shib, uchta petla qilib to'qiymiz. Mana. Xuddi mana mashdagidek so'ng bu qisqaradi mana. Chiqib ketmas mana. Mana shu ahvolda mana shu ko'rinishda bo'ladi. Har gal o'rtada sentralniy petlar, markaziy petlar turadi, yonida ikkita qisqarib boraveradi. Mana shunaqa qilib shapkani quloqchinini yaratamiz.
Mana shapka ham tayyor bo'ldi. Endi uni atroflarini mana oldi orqa qismini krючокda zeb berib chiqaman. Undan keyin pomponchiklarini yopishtirib qo'yaman. Shu bilan shapkamiz tayyor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.